qo'shig'imni aytib bo'lgandan keyin ancha tinchlansam kerak. Aytib bo'lgandan keyin emas, oldindan tinchlandi. Aytib bo'lgandan keyin tinchlanish kerak emas bizga. Hozirdan tinchlanish kerak. Birozgina bor hayajonlanyapman. Assalomu alaykum. Samarqand viloyatidan Payriq tumanidan kelganman. Mening ismim Muzrobova Sadoqat. Yoshim 10 yoshda. Oilamda bizlar 7 kishimiz. Oyim ishlamaydi, shuning uchun ham uyda o'tiradi. Meni ikkita ukam bor. O'rtanchasining ismi Davlatbek, eng kichigini ismi Hadicha singlim. Men katta farzandman. Shuning uchun ham operaga qatnashaman. Bizning oilada Ozoda ammam san'atkor. Yana Feruza ammam bilan Dilfuza ammam qo'shiq aytib turishadi. Lekin ular kasbi boshqa. Ular uyda o'tirishib qo'shiq aytib turishadi har zaman. Ammalarim san'atga qiziqishadi. Mening Ozoda ammam maqomchi. Maqom qo'shiqlar aytadi. 2-sinfga o'tganimda qo'shiqlarga qiziqqanman. Ya'ni 8 yoshimda boshlangan. Men hech kimga aytmaganman, ota-onalarim sezib qolishgan. Televizorda san'atkorlar qo'shiq aytsa, o'shalarga qo'shilib aytardim. Bir kuni oyim sezib qolgan shuni. Oyim hujjatlarimni musiqa maktabiga topshirgan. Shuning uchun ham musiqa san'atiga qiziqqanman, qatnashganman. Men hozirda Payriq tumani musiqa maktabida o'qiyapman. Mening ustozlarim Usmonova Gavhar o'qitadi meni. 1-sinfimda Dugonalar bormisiz, omonmisiz bilan Bog'imda gullar chaman yodlaganman. Hozir 2-sinf bo'lganimda Go'zal Toshkent bilan Olamda gullar yashar, ya'ni Olamda gullar yashar tanlovga aytaman. Musiqa maktabida aytaman, uylarda xirgoyi qilib yuraman. Men yodlagan operalarimni ammamga ham aytib beraman, ammalarimga. Ammalarim juda xursand bo'lishadi. Seni ovozing juda ham chiroyli, qo'shiq aytishlaring go'zal. Sen aniq tanlovda yutasan deb meni qo'llab-quvvatlab turishadi. Yoshlar ovozida ustozim aytdi, tanlov bo'lar ekan dedi. Sen ham qatnashasanmi dedi. Men bo'pti dedim. Shunga qatnashdim. Go'zal Toshkentda mahalla bosqichiga yotladim. Keyin tuman, sektor, viloyat bosqichiga Olamda gullar yashar aytyapman. Hozirgisida ham shu qo'shiq ashula Olamda gullar yashar. Olamda gullar yashar, olamda gullar yashar. Bog'larga jamol bo'lib, bog'larga jamol bo'lib. Gulzorlarga yarashar. Ular husni hol bo'lib, ular husni hol bo'lib, hol bo'lib, hol bo'lib. Gullar ko'p, chechaklar ko'p, qo'shiqlar, ertaklar ko'p. Boisi shu har gulning qalbida tilaklar ko'p. Boisi shu har gulning qalbida tilaklar ko'p. Sektor bosqichida ustozim menga sen aniq bundan o'ta olasan, chunki bu uncha ham qiyin emas dedi. Sen avvalam bu bosqichlardan o'tgansan dedi. Seni ovozing kuchli, aniq o'tasan deganda, o'shanda men uncha kulmadim. Hamma joyni yopib qilib aytganim uchun sal qayerda ochiq bo'lishini sal ochiqroq aytgin dedi. Baribir ham 1-o'rinda oldim. Keyin sal qovog'im uyilib qopti-da, shunga bu safar bunaqa xatolar bo'lmaydi. Qo'llab-quvvatlashganda men haqiqatan ham hammasidan o'tdim. Endi bitta respublika bosqichida sahnani yondirishim kerak-da. Raqiblarim kuchli, lekin men ham ularni yenga olaman deb umid qilaman. Men yoshimda toifalilar bittasi maftun bo'ldim deb aytdi, o'g'il bola ekan u. Bitta qiz bola raqibim bilan yana bitta o'g'il bola raqibim o'solmini aytdi. 10% odamlar o'solmini aytdi. Bitta men o'zbek romansini aytdim. Boshqa odamlar ham o'zbek romansini aytdi. Masalan, shunchaki asar chiroyli bo'lgani uchun tanlashgan. Meni ham asarim ularnikidan farq qilmaydi. Men viloyat bosqichida yo'llanma olganimda hamma tabriklaymiz deb o'tib ketishardi. O'yinga chiqqanda ham qo'shnilarim
tabriklayman. Keyingi safar ham katta yutuqlarga erish deb duo qilib qo'yishadi. Prezident bu tanlovda tashkil qilganiga juda ham xursandman. Bu tanlovda odamlar butun xalqqa taniladi. Yoshlar san'atga qiziqadi. Shu bilan o'zbek operasini butun dunyoga tanitadi.